Assalomu alaykum aziz do'stlar. Abrorbek Raimov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun 22-iyun sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoridan Spark so'ragan obunachilar uchun Spark narxlari bilan tanishtirib o'taman do'stlar. Video boshidan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Shuncha mashina bor. Tanlashda adashmang. Ko'p yillik tajribaga ega Sof savdo internet magazini sizlarga tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, balki ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Masalan, yuzdagi qora dog'lar, qorinni kattaligi va semizlik, sochlarni har xil taraganda to'kilishi, immunitet tushib ketishi, sepkil va ajinlarga qarshi, yoshartiruvchi kollagenlar, qomatni tortib turadigan bandajlar, kista, mioma va sistit. Bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlarni topishingiz mumkin. Butun Rossiya va O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Ko'pchilik yo'q deyishadi, syomka qilishga hadiyatlarni ko'rsatib o'tamiz. Aka bo'lmasa salom. Yaxshi, charchamayapsiz. Rahmat. Ko'rsatsak bo'ladimi YouTube'ga? Bo'ladimi? Sizlarcha arzonroq. Arzonroq. 2020 ni arzonrog'i deyaptilar aka. Ko'ramiz. Krugovoy tonirovka do'stlar. Ko'rishinglar mumkin, mana salonimiz. Mashina orqadan ko'rinishlari. 22.11 bor. Strashniy emas aka? Oldida bor? Ha, oldida bor. Gazlarigacha bor ekan, metani bor. ABS bor. Xo'p. Probegi qancha edi aka? 189 ming halol o'ziniki aylantirilmagan. 189 ming yurgan 2 yevro. Buni narxini qancha deysiz aka? 6800 naqdga bo'lsa gaplashamiz ham. 6800 naqdga bo'lsa yana ham gaplashib berasiz. Sistem o'tib beramiz, bunda ko'p o'tadigan joyi yo'q. Cheris bankka bo'lsa boshiga 1,5 ming, qolgan rasxodlar hammasini chiqartirib beradi. Nomer taqishlari bilan birga chiqadi. Nomer gayb hammasi bilan 1,5 mingga chiqadi. 1,5 ming dollarga chiqadi. 4 yilga 2,5 million shartlar bo'ladi. 4 yilga 4 yillik bo'ladi bu. 2 million 300 ming shu atrofda chiqadi. Buni telefon nomeri yozilganmi aka? 91lik 229 22 22 20 qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib qoraverasizlar. Buni sizdan emasmi? Yo'q, ana. Rahmat aka. Qo'ysak bo'ladimi? 2020 ga asosida 53 ming. ABS bor, mashina benzinda. Kraska toza, tonirovkalari bor ekan, shoxlari bor. Avtomat 53 ming probeg bo'lgan. Shoxi bormi deyotgan, shoxi bor edi. Aka, nech mil deymiz buni? 8800. Kami bor? Ha, kam. Faqat naqdmi yo, variantga ham qilib beraverasizmi aka? Faqat naqdga chiqadi. Telefon nomeri yozilganmi aka? Telefon nomerlarini ko'rsatib qo'yamiz. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib qoraverasizlar. 99 072 22 22 97 720 31 34. Bu ham sizdanmi aka? Bunisi ham sizdan? Ha, yo'qdan egasi, xo'p, ha. 22 bor ekan. Bor-borlarni qo'yamiz. Bu 22 ha? Bunisi. Qancha aka bu? 22-48 ming yurgan ekan, fulli. ABS bor, mashina benzinda. Balonlarimiz holati yaxshi turibdi, diskalada. Avtomat. 47900 probeg bo'lgan, monitorlar qo'yilgan, Mercedes reflektorlari bor. Mashina orqadan ko'rinishlari. Diskalari. Narxi qancha ekan tog'am buni? 9800 ga. Telefon nomerlari yozilgan. Aloqaga chiqib qoraverasizlar do'stlar, bemalol. Hop. Qilamiz aka, assalomu alaykum. 4 minglik mashina bormi? Unga qaytarib yurmaylik. Qancha? 4 ming atrofida bor. 4 mingga ko'rmadik aka. Eng arzoni 6000 qanchalarga ko'rdik. Rahmat. Mana. Sizdanmi aka bu? Ko'rsatsa bo'ladimi? Bo'ldi. Tushmas. Xo'p, Spark so'raganlarga balolarimiz holati yaxshi turibdi. Mexanik korobka.
2013. Yil necha ekan bu? 13. Aka qanchadi bu? 5300. Kraska qanday edi? Eshik kriloda bor. Probegi qanchadi? 180 ming. Faqat naqdmi aka? Faqat naqdga telefon nomer qo'yamizmi? Telefon nomer? Shu yozilganimi yo'q? Telefon nomerlari 97 722 05 09. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Tog'amiz, tog'ani ham kanaliga obuna bo'lasizlar do'stlar. 9 liklar bosamiz. Ana. Sizlarga